Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bolalarda kuzatiladigan ich qotishlari, ichki ilishni rangi, shakli o'zgarishi, axlatni badbo'y hidli bo'lib qolishi, og'izdan hid kelishi, tundagi bezovtaliklar, uyqu buzilishlari oshqozon ichak infeksiyalarining simptomlaridan biridir. Oxirgi yillarda oshqozon ichak infeksiyalari, ichi buzilishlari yildan-yilga ko'payib bormoqda. Bolalar orasida bu ko'rsatkich yanada yuqori. Ich buzilishlari aniq soni noma'lumligicha qoladi. Sababi biz faqat shifoxonaga murojaat qilgan bemorlarni sonini bilamiz. Bu esa o'z navbatida muammoni qanchalik kattaligini ko'rsatadi. Ich buzilishlariga olib keladigan o'tkir ichak infeksiyalari turli bo'ladi. Virusli, rotaviruslar, enteroviruslar, adenoviruslar, noroviruslar, ichak bakteriyalari, shigellalar, salmonellalar, esherixiyalar, yersiniyalar, shartli patogenlar, klostridiyalar, proteinlar, stafilokoklar, sodda parazitlar, lyamblia, ameba, koksidiyalar, zamburug'lar. Hamma o'tkir ichak infeksiyalari oshqozon ichak tizimini zararlanishi, toksik reaksiya, zaharlanish va suvsizlanish bilan kechadi. Hamma qo'zg'atuvchilar o'zidan ichakni zararlovchi toksin, ekzoendotoksin ishlab chiqaradi. Natijada ichak shilliq qavatlari zararlanadi. Infeksion kasalliklar ichida ichak buzilishlari ORVdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Bolalarda kattalardan 2,5-3 barobar ko'proq uchraydi. Ich buzilishlari holatlari asosan 3 yoshgacha uchraydi. Bunga sabab bola oshqozon ichak tizimi yaxshi yetilmaganligi, oshqozon shirasi kislotasi pastligi, mahalliy immunitet, immunoglobulin A ni miqdori kamligi, normal mikroflorani buzilishlari, antibiotiklar, konservantlar, ta'm beruvchilar, rang beruvchilar, shakar kabi mahsulotlarni iste'moli ko'pligi, shaxsiy gigiyena, tozalikka rioya qilmaslik, yomon sanitar gigiyenik holatda yashash, bola kasallikda ishtahasi pasayishi va suv ichishdan bosh tortishi kabilar sabab bo'ladi. Erta yoshdagi bolalarda ichak buzilishlari og'irroq o'tadi. Tezda vazn yo'qotadi, gipotrofiya, disbakterioz rivojlanadi, fermentlar yetishmovchiligi kuzatiladi, immunitet pasayadi. Qayta ich buzilishi bolalarda jismoniy rivojlanishni ortda qolishiga olib keladi. O'tkir ichak infeksiyalarida isitma chiqishi, qayt qilishi, qusishi, ich ketishi tezda organlar funksiyalarini buzadi. Ich buzilishda yo'qotishlarni noto'g'ri qoplash, eritmani noto'g'ri tanlash, yetarli suyuqlik bermaslik yoki ortiqcha infuzion terapiya kasallikni og'irlashiga olib keladi. Ich buzilishlari erta yoshdagi bolalarga va boshqa kasalliklari bor bemorlarga xavf tug'diradi. Klinikasi, ko'rinishi. Bolalarda ich buzilishlari o'tkir ichak infeksiyasini turiga ko'ra turli bo'lishi mumkin. Bir necha asosiy turlari haqida to'xtalib o'tamiz. Enterovirus infeksiyasi bolalar orasida keng tarqalgan infeksiya hisoblanadi. Ehovirus, Coxsackie A va B tipi uchrab turadi. Infeksiya havo tomchi va og'iz orqali yuqadi. Birinchi belgilari virusli angina, faringit va oshqozon ichak tizimi zararlanishi. Bolada isitma 39-40 gradusgacha ko'tariladi. Holsizlik, qaltirash, bosh og'rig'i, uyqusizlik, ishtaha pasayishi, qayt qilishlar paydo bo'ladi. Enterovirus infeksiyasida bolani tanasini yuqori qismida, yuzi, bo'ynida qizarishlar paydo bo'ladi. Ko'z konjektivasi qizaradi. Tanada mayda, qizil, papulyoz toshmalar paydo bo'ladi. Tomog'ining orqa devorini va bodomchi bezlarini, shilliq qavatini qizarishi, jag' osti limfa tugunlari kattalashishi. Ayrim vaziyatlarda og'izda pufakchali toshmalar ham kuzatiladi. Enterovirus Coxsackie turi bilan og'riganda og'iz, qo'l, oyoq simptomi hosil bo'ladi. Salmonelloz infeksiyasi bolalarda gastrit, gastroenterit, gastroenterokolit ko'rinishda kechadi. Bunda bolada isitma, holsizlik, qayt qilishi, ich buzilishi, jigar va taloq kattalashishi kuzatiladi. Ichi suyuq, yashil, baqatung rangda, shilliq va qon aralash bo'lishi ham mumkin. Dizenteriya, isitma 39-40 gradusgacha ko'tariladi. Holsizlik, qayt qilish, ich buzilishlari, sudirgilar, talvasalar hamda hushdan ketish ham kuzatilishi mumkin. Bolalarda chap yonbosh sohasida xurujsimon og'riqlar, ich kelishi 4 martadan 20 martagacha kuzatilishi mumkin. Ichi suyuq, shilliq va qon aralash bo'ladi. Kichik yoshdagi bolalarda umumiy intoksikatsiya, zaharlanish belgilari ustun turadi va bolalar tez suvsizlanadi. Rotavirus infeksiyasi gastroenterit va enterit ko'rinishida kechadi. Oshqozon ichak tizimida kateral yallig'lanish paydo bo'ladi. Respirator sindrom, burun oqishi,
tomoq qizarishi, tomoqda qichishish bilan birgalikda ichi suyuq ko'piksimon bo'ladi. Bir kunda 4-15 martagacha kelishi mumkin. Qayd qilish, isitma va umumiy zaharlanish belgilari paydo bo'ladi. Tashxis qo'yish uchun anamnez, subyektiv va obyektiv va laborator tekshiruvlar kerak bo'ladi. Qo'zg'atuvchini aniqlash uchun bakteriologik ekish, IFA tekshiruvlari kerak bo'ladi. Bemorning holatini baholash uchun umumiy qon tahlili, biokimik tahlillar, kreatinin, mochevina, qonda kaliy va natriy miqdorini aniqlash va baholash kerak bo'ladi. Davo chora tadbirlari. Ichi buzilishi bo'lgan bolalarda birinchi bo'lib ovqat parheziga qarash kerak bo'ladi. Ovqat hazmga oson, o'zlashtirishi yengil bo'lgan mahsulotlardan iborat bo'lishi kerak. Meva va sut mahsulotlari vaqtincha cheklanadi. Oxirgi klinik tavsiyalarga ko'ra, o'tkir ichak infeksiyalari davosida patogenetik yondoshish kerak bo'ladi. Og'iz orqali va tomir orqali organizmga suyuqlik kiritish. Parhez va kasallikka mos ovqatlantirish. Ichak shilliq qavatlarini himoyalovchi yoki antisorbenitlar qo'llash. Probiotiklar. Patogenetik davo yetarli bo'lmasa, etiologik davoga o'tiladi. Viruslarga qarshi preparatlar, zamburug'ga qarshi preparatlar, antibakterial preparatlar, sodda parazitlarga qarshi preparatlar. O'tkir ichak infeksiyalarida davo chora tadbirlari to'g'ri o'tkazilsa, kasallik 1-3 kunda tuzaladi. Birinchi va asosiy davo choralariga og'iz orqali suv va elektrolitlarni muvozanatini tiklash kerak hisoblanadi. Og'iz orqali beriladigan suv va elektrolitlar miqdori kilogrammi va suvsizlanish darajasiga qarab belgilanadi. 6-9 kilogramm bolaga 50 ml dan 6-9 marotaba. 9-12 kilogramm bolaga 100 ml dan 4-6 marotaba. 12-15 kilogramm bolaga 150 ml dan 4-5 marotaba. 15-30 kilogramm bolaga 200 ml dan 3-7 marotobagacha berilishi kerak. Agarda og'iz orqali suyuqlik ichirish imkoni bo'lmasa, holati og'ir bo'lsa, parenteral tomir orqali suyuqlik kiritish kerak bo'ladi. Afsuski, aksariyat holatlarda bolalarga og'iz orqali suyuqlik berishga yetarli e'tibor berilmaydi. Natijada bolalarga infuzion terapiya zarur bo'ladi va bolalar og'irlashadi. Undan tashqari simptomatik davo ko'riladi. Isitma chiqsa, isitma tushiruvchilar, qayd qilsa, qayd qilishga qarshi preparatlar. Kasallikni oldini olish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri saqlash, suvni ifloslanishdan himoya qilish. Bemorlarni boshqa bolalardan ajratish kerak. O'yinchoqlar va idish tovoqlarni dezinfeksiya qilish. Bolalarga shaxsiy gigiyenani o'rgatish. Emizikli onalarga ko'kragini yuvish. So'rg'ich, sut idish va so'rg'ichlarni tozalash. Bolani tez-tez yuvindirish. Rahmat.